Shaharni sentridan uy xohlaganlar uchun Dream House tomonidan qurilgan Novostroykadan remont mebel texnikali uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joylarini ko'ring. Nukus ko'chasidamiz. To'g'ri gospitalniy oddiy metroga ketish. Bu tomon esa 10-chi hamda usta va joylashgan mo'ljal Glinka shu to'sida joylashgan 8-avtomi yonidagi uyni to'samiz. Hovlilarni zo'rligini qarang. Liftlar ishlayapti, podyezdlari keng. Uyga kirishimiz bilan kengina prixoshka, hamma xonalari alohida idealniy remont qilingan, hamma mebel texnikalari bilan spalnisi joylashgan. Bu yerda o'zini balkoni bilan uyimiz 10 etajli g'ishli Novostroykani zolotoy etaj bo'lgan, ikkinchi etajda joylashgan. 3 xona 64 kvadratli uy. Bu yerda detskisi +9 kvadrat bonusi ham bor. Bu videoni Dream House'dan, shaharni sentridan uy izlagan tanishingizga albatta jo'natib qo'ying. Investitsiya uchun olsangiz ham bo'ladi, yashash uchun olsangiz ham bo'ladi. Yosh oilalar mazza qilib yashaydi. 1000-1200 kvartirani qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yerda kuxnyasi joylashgan, posudobonishniy mashina, xolodilniklargacha qilingan. Uyimiz narxini biz $3 ming qilib beramiz. Telefoningizni kutamiz, bosing.